Assalomu alaykum Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Navbatdagi mahsulotlarimizni chiqarib yuborish jarayonidamiz. 3D dan, lazerdan, BSK dan qilib turib komplekt holatda qilib turib qoliplarimizni chiqarib yuboryapmiz. Bemalol xuddi shunday qoliplardan qanday mahsulotlar chiqadi deydigan aka-ukalarimizga Xudo xohlasa hozir bundan chiqadigan mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz. Qoliplarini sifatlari bilan konkurensiya qilib kelayotgan korxona bu Gold Clinker. Bizni qoliplarni juda ko'pchilik biladi. Mana ishlatib kelayotgan aka-ukalarimiz sifati bo'yicha Xudo xohlasa konkurensiyasi yo'q deb bilamiz bu mahsulotlarimizni. Bu yerga kelib shu 50 dan oshiq variantdagi tosh va qoliplarni olsanglar bo'ladi. Xuddi shunday mahsulotlardan shu plitkalarimiz chiqqan. Bularni noldan qanday ishlab chiqarishligini, bu mana cho'tkaliklar laklangandan keyingi blesklarini ko'rib tursanglar bo'ladi. Xuddi shu holatda qilib turib sizlarga ham o'rgatib beramiz. Mana montanalarimiz, ranglariga e'tibor beramiz. Bu esa juda dizaynerskiy holatda qilib turib ishlangan. Bemalol korxonamizga kelaverasizlar. Kanakovskiy xudo xolasa Sokol degan sponsorlarimizdan ham bu yerga mana reklamalarni qo'yganmiz. Cho'tkalanganda mana lakdan keyingi holati. Naturalniy kamen bilan birga bir chiqadigan mahsulotlar xudo xolasa. Bu yerga kelib xuddi shunday mahsulotlarni, qoliplarni bizdan sotib olib, mana obucheniyadan o'tgan aka-ukalarimiz orqasidan qoliplari chiqib ketyapti. Bemalol kelib, xudo xolasa nima qilsanglar bo'ladi. Bu qisqacha videoyimiz, xudo xolasa tez kunda videolarimizni YouTube'ga, barcha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib o'tamiz. Mana showroomlarimizda xudo xolasa juda ham viberlarimiz, xillari juda ham ko'p. Bu tomonda showroomimiz hozircha yangilik, inshaalloh bularni ochilishlarini tez kunlarda qilamiz Gold Clinkerda. Mozaikalarimiz barchasini xuddi shunday sifatli bo'lgan qoliplarni sotib olib ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Sizlarni korxonamizda kutib qolamiz. Tez kunlarda juda ham katta yangiliklar, xudo xolasa kutib qolinglar.